Assalomu alaykum xanım qızlar. Bugün ötməkçi bo'lgan dərsimiz məxşi, muş kapustikada laxabili qilgan məxşi. Bunun keterlik materialı bo'lsa, mushu laxabiniki kapuskindan laxabilin 5-6 yupurmaq ketidi. Ondan keyin 2 dona pomidor, yani sho'xlada 2 dona, piyozdan bir baş, mana yambaq sütün muvafiq miqdorda, ko'z badiyana. Köz bediyadan muvafiq miqdorda. Ondan keyin guruchdan men 2 odamlik qilganlik uchun shu oz kam 1 piyol guruch mushlar ketida. Bunu tayyorlash uchun oldi bilan muvafiq miqdorda to'qoy go'shtini qozonga solib, yarim qoshiq tuz solib, bu to'qoy go'shtini mushu tuzda qaynatib pishirib olamiz. Pishirib sho'rpasini chiqarib olamiz. Çünkü muşu məxşi qo'yish uchun sho'rib ketadi. Oldi bilan mush to'qoy go'shtini qozonga qo'ydik, tuz soldik, hamda buni qaynatib. Ikkinchi qatim qilgan ishimiz mushu kapuskini yana xabini qaynoq suvga bir besib olamiz. O'choq qozonni qo'yib, o qozon qaynagan chog'da mush xabini suvga solib 2 minut turg'izib olamiz. Çünkü bu xabi qaynoq suv bosgan vaqtimizda shunchalik yumshoq, qiymini o'tirib elib yeygan vaqtimizda yeygil bo'lgan elastiklik holatga o'tadi. Mana qozonga suvni qo'ydik, bu qaynayapti. Bu qaynagacha biz boshqa saylan tayyor qilamiz. Suyimiz qaynagacha yamg'oq sut, ko'z badiyon, bunu baş piyoz, bunu sho'xlab qatorliqlarni ushoq qiyma to'g'ragandek ushoq to'g'rab tayyor qilamiz xonimlar. Mana xonimlar, makapuskini hozir qaynagan qaynoq suv bosdiq. Qaynoq suv besib 5 minut ishib ketsa, 2 minut ishib ketsa 5 minut atrofida buni qaynoq suv besib bo'lgandan keyin suvni suzib olamiz. Avvalib tugsak bo'ldi. Xonimlar, mana bizningki kapuskimizmi qaynoq suv besib tayyor bo'ldi. Shunday yumshoq, qiymini yuksak yugidek holatda. Mana ko'z badiya bilan yong'oq sutini to'g'rab oldik. Mana sho'xlanimni ushoq to'g'rab oldik. Mana piyozni ushoq to'g'rab oldik. Mana guruchimizga suv quyib chilab qo'ydik. Endi biz buning qiymasini tayyor qilishga boshlasak bo'ldi. Oldi bilan qozonga muvafiq miqdorda abjashmay qo'yib, bu piyozimizni beshida sep qo'rib, olti rang kirgandan keyin bu sho'xlimizni solamiz. Onda olsa hozir qo'rishga boshladik xonimlar. Mana xonimlar, mush qo'shig'imizda 5 qo'shiq abjashmayni qo'yib, mana qozonda eritib oldim. Endi piyozni solaman. Mana piyozni soldim. Bu piyozni qo'rib, olti rang kirgan chog'da ondan keyin mana sho'xlimizni qo'rib solamiz. Sho'xlimizni selib, bu pomidor yana sho'xlab, hech suvi chiqqandan keyin biz uning ustiga tayyor qilgan guruchimizni suvdan ayirib, sap yana qo'yamiz. Mana piyozimiz oldirang kirdi, endi mana sho'xlimizni solib, buni elashtirib, sakin sho'xlini suvi chiqqan ko'ramiz xonimlar. Xonimlar, bunga men bir chimdim tuz solatdim. Odatda bu misollar qanday qildik? Bunga muvafiq miqdorda qarmosh, muvafiq miqdorda zira ve mushu ochiqni ko'rsa, hatto ugoq ochiqlarni misolda xonimlar. O'zimizga yoqtirib qo'ysan, har xil dori-darmonlarni ishlab qo'shmoq bo'ldim. Buni qo'rish jarayonida bir qo'shiq sho'xliniki murabbasini solishimiz. Men bir qo'shiq murabbasini qo'ramiz, chunki maqsadimizni texnik tuzil chiroyli qilish uchun, ta'minlantirish uchun sho'xlin murabbasini soldik. Sho'xliniki qiymasini solib bo'lgandan keyin biz bunga guruchni solamiz. Guruchni selib, yaxshi aralashtirib olamiz. Yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Mana buni yaxshi qo'rib olgandan keyin mushu qo'rish jarayonida mana guruchni teklik chiqarmasligi uchun o'tni normal holatda bo'sh qilib qo'yamiz xonimlar. Bek ikki ko'p ketsa, mana guruchimiz teklik chopishib, kuyib biroq mümkün.
Buni mushunchalik holatda qo'rib bo'lgandan keyin ustiga ko'zbediyan bilan yong'oqni to'g'rab oldik qushaq. Shunisi pishga aralashtiriblar qo'yamiz, ham qiymiz tayyor bo'ldi. Mana xonimlar chalib chiqqan guruchlik qiymiz tayyor bo'ldi. Endi buni biz qozondan ayirib bir qoshiq tayyor qilamiz. Shuning bilan bu qiymini selib tüktek bo'ldi xonimlar. Mana qiymini elib maqachoqqa oldik. Endi mavu kapuskimizni obaydan qaynoq suv chilib olgan, chalib pishirib olgandik. Hem buni mushu g'o'l qismidan tortib, mush chaylar bilan mushnasiga buni chiqarib o'tamiz. Mavu qattiq qismini. Qattiq qismini chiqarib o'tgandan keyin qolgan qismini muvofiq cho'nliqda parchalaymiz. Yine mushunchalik holatda parchalasak bo'ldi. Muvofiq holatda parchalaymiz. Mana mushunchalik holatda. Hamda mushu qiymimizni o'tirsa elib bir yandan yo'yamiz xonimlar. Mana xonimlar bu kapuskani o'tirsa, qiymini ozroq qo'ydik. Undan keyin nimni ikki tarafini puklab turib, nasib qilib buni yo'yamiz. Buni yo'yamiz. Buni yo'ygab olgandan keyin buni elib, buni miyag tizimiz. Mana shunaq yo'ygab hammasini yo'ygab mana tizib qo'yamiz. Mana ham bir qatim kuspasam, agarchi bu kapuskimizdan bunda tushib bo'lib qolsa, miya tushib bo'lib qolsa, buni kichikgina bir parchasini elib, ustini yomib olsak bo'ladi. Ustiga qo'yib, ondan keyin mavu qiymimizdan muvofiq miqdorda olgandan keyin buni yana burunqi usul bo'yicha bir tarafdan boshlab yo'ygab mana bir qo'llab qo'shga sal buyab bo'ldi. Mana shunaqasi yo'ygab tayyor qilsak bo'ladi xonimlar. Buni bilan yo'ygab tayyor qilamiz. Hammasini shu bo'yicha yo'ygab tayyor qilamiz. Ondan keyin buni qiymimizni yo'ygab olgan arsiga qo'yamiz. Hammasini mush qiymimizni selib yo'ygab tayyor qilamiz. Biz mana kapuskalar mahshimizni tugib tayyor qildik. Endi biz maqasinimizga shu tektidan cho'rsidan chiqarayotgan qattiq qismini tizib olamiz. Tektik qismini tizib olib, uning ustiga avvalgi mahshimizni tugib tayyor qilgan mahshimizni radlik tizib bo'lib, onun üstüge şorpunu çöküre qilib şorp koyup pişirimiz. Mana hanımlar biz makazınımızga muş mahşimizni radlik tizib oldik. Ondan keyin birilik yerim qilib mana şorpunu qo'yib oldik. Bekchiq şorpunu qo'ysak, qaynash jarayonida bu kapuskimizning suvi chiqadi emasmi? Kapuskimizning suvi chiqib, suvi chiqlab ketdi. Shunga birlik yerim mana şorpunu qo'yib qaynatamiz. Endi sus o'tda buni yarim soat dumlaymiz. Unda olsa pishib chiqqandan oldin ko'raylik. Endi biz pishib chiqcha mavu şorpadan arib olgan to'qoyniki go'shtini qozonga qo'yib, yoqizganda bu go'shtni sep oqa oldini qizartib olamiz xonimlar. Mana qozonga qo'yib oldik. Muvofiq miqdorda qo'yib oldik. Bu yog'imiz qizg'an chog'da avvalgi to'qoyn go'shtimizni silib, oq altini qizartib olamiz. Bismillah. Mana bizim ko'rishimiz qaynab qo'ydi. Buni o'tini suv salat qilib, suv o'tda qaynatamiz. Mana bizim majlisimizni qizarg'ilib, asl tarafı qizarsa, o'rib turib, tarafini sog'artib olamiz. Mana bizim mahshimiz pishib chiqdi. Endi buni taqsilib tuzaylik. Mana hanımlar bugün o'tmoqchi bo'lgan kapuskalık mahshimiz tamam bo'ldi. Bunun ko'rinishi shunchalik chiroyli ham yeyishlik bo'lgan. Birla og'zimiz salsaq patqidek shunday yaxshi mahshi bo'ldi bu.
Endi onu qaraylı, mana toxuyumuzni qızartıb avaldık. Şunda yeyişlik bo'ldi. Bunun tuzlarını tetib avaldık. Şuna bilen bu mahşimizni açıq sularımızga meylab turib yesek, xuddi jas yegandek shunchalik yeyishlik, shunchalik tamlik, Misrniki mahşisi. Şuna bilen tamam bo'ldi, xanımlar. Yoqtirib, öýler etib, sınap görüp bakmazlar. Çoxum dasxanazda texim bereketlik ve mol bolup ketidi. Şuna bilen bugünkü dersimiz ayaqlaşdı. Rahmet.